Amir Shohmurod Samarqand shahri markazida 6 qirrali chorsuvni bunyod ettiradi. Chorsuvga o'sha davrda Toqi muqaddas deb nom beriladi. Binoning tashqi devorlari 12 qirrali prizani hosil qiladi. Olti tarafiga qaraganda ravnoqlar va uning orqasidagi yo'laklar shaharning asosiy ko'chalari yo'nalishiga bo'yicha qurilgan. Ravoqli tomonlarning oralig'ida tarhlar uchburchak shaklda bo'lgan do'konlarda joylashgan. Yo'laklar ustki kichik gumbazlar bilan, markaz katta gumbaz bilan yopilgan. Chorsu yo'laklarining 6 ta bo'lgani shahar darvozasining soniga ishora, ya'ni ramziy ma'no bordir. Yo'laklarning yo'nalishida Registon madrasasi tomonidan ham mos kelgan. Chorsu binosi hozir ham attorli do'konlarga mavjui sifatida xizmat qilmoqda. Chorsu Samarqand Registon chorrahasida joylashgan, usti berk bozor Tim. Quyida yozilishicha, Xalifa Hidoyat Xorazm shahzodalaridan hisoblanadi. Xalifa Hidoyat Xorazm Buxoroga kelib, bir arab madrasasida ta'lim olgan. Xalifa Hidoyat Amir Shohmurod davrida Buxoro shahridan 12 tanob yer sotib oladi va 1786-yilda u yerdan toshdan xona hamda uning yonidan madrasa, sardoba va tahoratxona qurdiradi. Xalifa Hidoyat har bir bino uchun alohida vaqf ta'sis etadi. Majmuaga kirish eshigi ikkita bo'lib, g'arbiy tomonda asosiy darvoza joylashgan. Majmuaning minosarasi bo'lib, uning tepasiga kichkina minora qurilgan. Minoradan azon o'qishga maqsadida foydalanilgan. Madrasaning eshigi ikki tabaqali, har bir xonasi 2-3 tokchadan iborat bo'lgan. Mang'itlarning davridagi ilm-fan yo'nalishlari erishilgan yutuqlarning qayd etish imkoniyati yo'q. To'g'ri, madrasalar qurilgan, borlari o'z faoliyatlarini davom ettirmoqda, biroq ulardagi ta'lim saviyasi tobora ortda qolib ketmoqda. Bunga jahonda erishgan marralardan xabarsiz sabab qolgan. Me'morchilik, qurilish sohasi. Amir Haydar tomonidan Samarqandda qurilgan madrasa Buxoroda Shayx Jalol xonaqohi, Xalifa Hidoyat masjidining, Rahmonquli madrasasi, Ernazar elchi madrasasi, Tursunjon madrasasi, Chinor madrasasi Qarshida Amir Haydar davrasida sut sotish bilan shug'ullanuvchi ayol gulining maktabi qurilgan kabi madrasalarni qayd etish mumkin.